أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، yuqorida biz Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan tafsirdan dars qilgan bo'lib, Sura Baqarning 282 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolganning o'zidan darsimizni davomlashtirishimiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ey müminler! Muddet belgilep öz ara qarz birissanglar, onu hüccet kılıp yezip koyunglar. Aranglardaki xat bildiğin kişi onu kem ziyade kılmay, adillik bilen yazsın. Xat bildiğin kişi Allah onuğa bildirgendek toğırlık bilen yazışını red kılmışsın. O yazsın. Zimmisde başkalarının hakkı bolgan adam yazdığın kişiye eğitip bersin. Qarzdar Parvardigari Allah'tan korksun. Qarz algan nersinden hiç nimini kemaytotmasın.
Eğer qarz alğuchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmo qer bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar har kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'lgan kishilardan bir er ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga oladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan chog'da guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'sh bizdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'l-muqul sodada hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'tidi, ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Allah hamma narsani bilguchidir. Xo'sh. Ya eyyuhellezine amenu iza tedayentum. Hey mümin bo'lgan kishilar, qachon sizlar ilm berim qarz muomil qilsanglar. Ya amantum. Ya man amantum billah. واتبعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظا للمال ودفعا للنزاع وليقم بالكتابة رجل أمين ضابط ولا يمتنع من علمه الله الكتابة عن ذلك وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين وليراقب ربه ولا ينقص من دينه شيئا فإن كان المدين لا يحسن التصرف في ماله أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام فليتولى الإملاء عن المدين القائم بأمره واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم ذلكم أعدل ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم ذلكم أعدل في شرع الله
ذلكم أعدل في شرع الله وهديه وأعظم عونا على إقامة الشهادة وأدائها وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدين وقدره وأجله. لكن إذا كانت المسألة مسألة بيع وشراء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال فلا حاجة إلى الكتابة، ويستحب الإشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاق. ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله. ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود، وكذلك لا يجوز للكتاب والشهود وكذلك لا يجوز للكتاب والشهود أن يضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالة بكم، وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك. Ey Allah'a iman et kallah. Ve Allah'ın Resulü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'ge erişken kişiler kaçansıla bir qarzlan belgilengen vaqt kadar muamel qilsanglar onu yizib qo'yinglar. Melingni asrash yuzasidan va oranglarda talash tortish bo'lib qolmaslikni, mush ko'z tutqanlik yuzasidan talash tortishni ittiganlikni yuzasidan va bu yiziqchilik ishqa eng ishonchlik, eng aqli joyda o'zini kontrolli qila oladigan bir odam buni yozsin, pishsin. Alloh bu yiziqchilikni iborat o'rgatgan kishi shunga hoji chiqib qolsa, yiziqchilikdan boshlatmasin, cheklanmasin. Bu qarzdami o'zining ustidagi qarzdan iborat banasiga bir imzo qo'ysin va Parvardigorni kuzatib tursin. Bu qarzdan hech qanday bir narsani kamaytmasin. Agar qarzdor mahjuran alayh, ya'ni onunğa qodi, mahkama shar'iyya tarafidan onun bir cheklangan mandaq odam ekan. Mahjuran alayh degan cheklangan odam. Onun masalan sud muomala qilishi, ilm berim qilishi, bu faqat o biroz ojiz, bir de aqliy jihatda va bir jihat xalallik bor, sog'lom mundaq mustaviy bir odam emas. Bununla bu jihatlardan chaq qo'yilgan, onun masalan aqd payman qon, ilm sidim qon ish bo'lsa, uni yurgizilmaydigan. Bu mahjur alayh. Bunda bo'lib qolsa, o odamlar isrof qo'rg'onlikni jihatidan yoki u bu kichikkan, u jihatda mahjurni alaykan, yoki biroz aqli o'shi joyida emaskan, yoki bir tildagi bir so'zlamas bir gachilikning jihatini so'zlayolmaydi ekan, yoki gap qilishga mukammal qodir emaskan. Andaq ahvol ostida bu qarzdordan imlo qo'yish ishlarga, u qarzdorning ishiga ega bo'lgan ashun puttasab tuğa adamning o'zi ega olsun. Şu imla qo'ysin veya şu imza qo'ysin. Aranglardan adli adolatni yaqalaydigan kishilardan ikki aqli joyida bejirim, ikki balog'at yetgan ham musulmon bo'lgan ikki erkak, ikki er kishi, ya'ni guvohlik bo'lsin. Bunun guvohchiligini talab qilinglar.
Eğer bu iki er kişi bu xil sifat ostidagi ikki er kishi topilmasa, bir er bilan e, e, ikki ayolninki guvohchiligini buni talab qilgan ki ularning guvohchiligini sizlar rozi bo'ladigan, sizlar shuni qanoat qiladigan, muvofiq ko'radigan shu bir er yoki ikki ayol bo'lsin bo'ladi, buning guvohchiligini talab qilgan. İkki ayol deyishimiz hatto qachon unutib qolib qolsa ikkisining birisi o unutib qolgan birsinchi yin bir ayol eslatib qo'ydi. Chunki bularning unutib qolishi ayma ay buniki biroz bosh ko'z og'riydigan kasal bo'lgan shuludi, tuqqan bo'ladi. Onun balı imido, mesela onundaki nurgun takat energiya vücudun ketken boğaçqa, bununki metafizik beden kuruluşunda biraz tamponluk egizpes bulup kalıdı erliğe qaraganda. Demek ularda biraz unutup kılış erliğe qaraganda cıqaraq buludu o demekçi. Çünkü ulardan kitidigan çıkıdigan nes cık boğaçqa. Şuna bu yerde iki ayalının erlerden bir er, ayollardan ikki ayol. Ona geligi ayollarning yerim deb bunday muqallaq emas, ularni kichik sanıqallıq emas. Bulardaki beden qurmisi aşındaq bir ahval nurg'un narsa chiqib ay masalan bu bola emib, tug'ib, mundaq bir o'ziniki oylik ahvoli u jihatlardan nurg'un narsa badandan chiqib turgan ekan, badan biroz tamponliq biroz bo'shaydi-da. Kitib qolib qoladi qisman. Shu jihatdan unutilish ahvoli bo'lib qoladi deb bundoq unutilib qolib qolsa ikkisining birisi yen birisinchi eslatib qo'ysin deydi. Guvohchilar lozim. Agar guvoh berish ba'zi qozi sud mahkamlarining o'ziga chaqirib qolib qolsa guvohchilarga ijobat qilish lozim. Bir kishiki, ya'ni bir qozi, bir mahkama shar'iyya, bir adolat o'rni ularni chaqirib qolib qolsa guvohchilik chaqirib qolib qolsa shu darhol berish lozim. Va ular lozim yana u shahodatni ado qilish lozim. Agar shuni chaqirib qolib qolsa naq bo'lgan manda ahvol bo'lgan deb shu bo'lgan naq voqeliklarning o'zini yetkazish lozim. Bu qarzni yezishsin hech bir zerikmanglar. Az olsun ya ko'p bo'lsin, inaga belgilangan vaqt qadar. Şu Allah'ın şeriati, Allah'ın bu hadisiga naitibek en adil işgallıktır. Ve bu şehadetni, guvalıkni ve guvalıkni şehadetni ada qilish ve o şehadetni to'g'risishlarga en nima cho'ng bir yordamchidir. Ve bu qarzning turi, qarzning miqdori, qarzning belgilangan vaqti mushaqtki shak shubini nafiy qilib yo'q qilishga eng yaqinroqdir. Lekin agar bo'lgan bo'lsa bu masala qarz olmay ushaq elimsatimkan kundalik hayotdagi zarur turmush ehtiyojini sabablik olgan ushaq elimsatimkan qarz emas mındaq bo'lgan bo'lsa, masalan bir tovarni elishlan va u tovarning pulisini naq shu vaqtda berishlan. Mındaq bo'lgan bo'lsa, buni ahdi payman qilib, uni putib qo'yishga, alayda bir xatda imlo qoldirib, bir narsa yozib qo'yishga hojat yo'q. Ammo shundaqning o'zidimi, yana bir guvohchini guvohlik to'xtatib qo'yish nihoyat yaxshi sanaladi. Nima uchun? Aranlarda talash tortish va o'zaro va ziddiyat urg'i chechilib qolmasligi uchun mush talash tortishni cheklashning jahdidan guvohchilar bu putukchiga vojib bo'lgan qatorindir bu guvohligini ado qilish kerak eng to'g'ri ravishda. Va bu nimasi uchun kitobatni ham ado qilish kerak. Alloh buyurgandek bu yiziqsiz ishlarni ular bijo keltirish kerak. Allah bergen bu atay haqni, bu yiziqsizlikdan, savatlıktan ibaret bu nimet kelgende bexillik qilmaslik kerak. Dursunmaydı haq egisi üçün ve onun üstüge haq egisiga ve bir kişiga ki inin üstüge haq olgan kişi üçün haq egisi üçün ve ininga inin üstüge haq bo'lgan kişi üçün
Bu kitap yazgıcı ve guvalık belgeçlerine zarar kılıvetiş budur emas. Ular zarar kılışıp kapkası bulmaydı. Bekadın beka yiyizip guvalık belgenin toyğuzası bulmaydı oldu mu? Ve şunсыз dursunmaydı bu yazgıçılar için, kalemkeşler için ve guvaçılar için zarar seliş hem durus emas. Özünki yazıqçılık işlerine ya özünün guvalık işlerine hacet düşken kişi geçiyor. Zarar silbassa hem bu hem dursunmaydı. Taqtuq yezib qo'yib, aynan ahvolni yozmay yoki guvohchiligida naq maydonni guvohlik bermay, uning boshqacha o'zgartib o'qib qolsa, bunda qolib qolsa, buningga zarar solgan bo'ladi, bu ham durust emas. Agar eningdan cheklangan narsani qilib qolsanglar, u Allohning toatidan chiqqanlik bo'ladi. Ağaçның akıbeti Allah'ın taatidan çıksanlar onun akıbeti sizga mutlaq tushidi zadi. Ondan kaçıp kurtulamayısılar. Allah'tan korkunlar. Allah sizge buyurgan narsaning hammasida. Ve Allah eningdan sizni cheklagan narsaning hammada Allah'tan korkunlar. Allah sizlarga sizlarning dunyo va oxiratingizda foydali narsaning hammani o'rgatadi. Allah her narsani biluvchidir. Allah'a sizlarning ish kushinglardan iborat hech qanday bir narsa maxfiy qilmaydi. Va Alloh subhanahu va taolo shu qilmishinglar qarta yaxshiga yaxshi, yomonga yomon jazo va mukofot beralaydi. Xo'sh, oyat karimida ozgina bizga bir o'zimizning taqid etgan davrda bir balog'iy ba'zi nima bo'lib qolsa uni eskartib o'tamiz. Bunun da vel yaktub nima faktubuhu vel yaktub faktubuhu vel yaktub beynakum katibun bil adl ve la ya'ba katib. Bu faktubuh deganda bunun bu yerdagi emr irshad uchun da. Emr irshad uchun. Agar yozolmay qilib qolsa, favqulodda gunoh ko'rgan mandaq ish yo'q demakchida ba'zi emr va irshad uchun deb. To'g'ri yo'l ko'rsatish uchun, vujub uchun emas degandek. Amma endi faktubuhu vel yaktub beynakum degani yozinglar. Andıkın sizlarning arangizda bir yozsin degan bir itnab bor edi. Faktubu bir qator yozinglar degandan keyin oxirida sizlarning aranglardan adl bilan bo'lgan, adolatni yaqlaydigan bir yozuvchi, bir qalamkash yozsin dedi. Buningda faktubu degan kelime bu cümle ve yaktub beynekum katibul bil adlning mazmun asosan o'z ichiga oladi. Bunun da itnab bor deydi. Xo'sh. Mana da en tadilla ihtahuma degan o ikki ayoldan biri ezib ketsa degan olmaydi mana. En tadilla degan cho en tansa ihtahuma demekçi ma lug'at jihatda. Bunun ikkisini birisi unutib qolib qolsa demakchida, ham birisi eslatib qo'ysin, ikkisining birisini ham birisi eslasin. En tadilla degan uning ma'nosi nima? En tansa ihtahuma demekçi. Enandan başqa vattaqulloh va yuallimukumulloh vallohu bi kulli shay'in alim deb bu yerda labz jalala arqa marqa 3 qator tilg'ilindi. Vattaqulloh va yuallimukumulloh ana valloh deb. Bu nima uchun? Bir insonlarning nafsida, vujudida bir rav'a, bir xavf, bir mahabbatni nima qilish uchun, shuni paydo qilish uchun, tarbiyalash uchun bu yerda labz jalol arqa marqa takror qilindi.
Em ve yuallimukumullah. Allah sizlarga o'rgatadi deydi. Taqvodorlik qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Taqvodorlik, ya'ni bundan burun bir qator deb o'tib ketgan to'q mana. Taqvo deganlikning o'zi, ya'ni Allohdan qo'rqish degan o'zi, ya'ni qavan tunguz, vahshiydan qo'rqqandek yoki leonchayandan qo'rqqandek emas. Uni yomon ko'rib qo'rqqandek emas, balkim xuddi onamizdan qanday qo'rqimiz bir ishlarda. Ben bir kaç gibi anamniki rızaligini avagan bolsam, ben anamның ko'nglini, apamның ko'nglini bir ranjitib qo'ydimmi nima, xafa qilib qo'ygandimmi do degan o'xshash ensirash ko'nglimda bo'lib qoladi. Bundaq muhabbat, sevgi bilan qo'rqish, mayda Allohdan qo'rqinglar demoqchida bu qo'rq, mandaq bu baxillik qo'rqish bu. Şu demek taqvodor bo'lsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, Alloh o'zi o'rgatadi sizlarni. Demek bunun da ilimninki iki xil bo'lganligidan ilm kasbi va ilm vahbi. İnsan o'zi tirmishib kecha va kunduz unuga vaqt sarf qilib jiddiat bilan o'rganadigan ilm. Yeni bir ilm vahbi ilm. Allah subhanahu wa taolo cho o'zi ato qiladigan. Taqvo bo'lsa Allah o'zi o'rgatadigan ilm. Bu yerdagi ilm vahbi demakchidir. Yani ilim kesbi ve ilim vahbi oldu. İlim kesbi degeni indi tirishchanlik bilan, ona sabr qilish bilan, arq muzokara qilish bilan, o bu nurg'un kechalarni mayda uyqusiz o'tkazishlar bilan bo'lgan ilm. İkincisi o ilmi vahbi degan uning erishishning yo'li Allohga taqvodorlik, haqiqiy ravishda Allohdan qo'rqish va yaxshi solih amallarni qilish. Qandaqki Allah subhanahu wa ta'ala mana vattaqullah ve yuallimukullah degan oyatning o'zi mana shu. Allohdan qo'rqinglar, Alloh sizlarga o'rgatadi deb. Bu xil ilmni ilm ladunni deb ataladi. Oyat karimada va ataynahum min ladunna ilma degan. Qaysini bu ilmil vahbini. Demek bu ilmin ladunni degan, bu mu bir paylık bir ilm bo'lgan bo'lib, Allah subhanahu wa ta'ala xalagan kishiga, o'zining taqvo bandalaridan xalagan kishiga sovg'a qiladigan, hadiya, hiba qiladigan bir ilmning birisi. Buni İmam Şafii'mi bir shart qilib berdi buningga. O'zining ustozi Vaki'ga shikoyat qildi, o'zining biroz zakotning biroz naqib ketganligidan. Nem deyaptisa, İmam Şafii'nin meşhur bir söz var. شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي. Ben vekil yani ustaz iken bu ondan sonra şikayet kıldım menenki saklaş hatiremden biraz yamalışıp kalgalıqdın. Az binasını okuyman, yadalıman, unutup kalıman degendek bu neymiş oğanda o deb. Şikayet kıysam neydi? O kishi menga shu ma'siyat, gunoh ma'siyatlarni, ba'zi g'aflat qiladigan Allohdan bexud turib qolgan ma'siyatlarni tark etishga, shuni tashlashga irshod qildi. Men shu taraf boshladi deydi. Va shunday yana bu vaki xabar qildiki, menga ilm degan bir nur. Allohning nuri shu harguz osi haqdan biroz adashquchilarni, uzoqlashquchilarni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi dedi. Yani demek bu ilmil ladunni degan shundoq ilmil vahbi ilm ish qismiga bo'lib kasbiy bo'ladi, vahbiy bo'ladi. İlm kasbiy degan qaysi etsam, buning tirishchal buning erishish yo'li tirishchanlik, muzokara qilish, murojaat qilish, kech-kechlab uxlamay tirishish bundan bo'ladi. Ilmil vahbi degan Allah subhanahu wa ta'ala o'zining taqvo bandalaridan xohlagan bandasiga bu qil birlagan foydali ilmlarning o'zini ilm nima deyildi? Vahbi yani ilmul ladunni deyildi deydi. Demek mujnaq Allah'tan qo'rqqanlar uchun Allah o kishiga bu ilmlarni o'zi o'rgatadi deydi. Allah o'rgatgan ilm qanday olmoqchi?
Albatta, maşallah, hakikaten paydalık, shundoq mukammal bundoq bir ilm bo'ladi albatta. Allohdan qo'rqinglar. Alloh sizlarga yuz o'gtidi. Alloh har narsani bilib turuvchidir deydi. Xo'sh, darsimizningki keyingi davomi soat bo'ladi inshaalloh. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.